Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. 12-bob. Toshkentdan Andijonga kelganda Saidxon etini chaptirib, xeyli uzab ketgan xon otasining qo'shiniga tezda yetishib oldi. U xushkayib edi. Andijonning qo'g'in turab turgan yezi qishloqlaridan o'tkicha damma-dam beshak shirin, ko'kchilarni yeb usuzligini qondirgan bo'lsa-mu, qiz qo'lidan ichgan onar sharbitidek yuragini sagitolmadi. Uning yuragi pijildab kuyib turardi. Marg'ilonga kelganda Subhani deb ataladigan o'rik pishib oxirlashgan edi. Aslida ular udul Xo'janga ketaversa bo'ladi. Birdam shimolga, birdam janubga, birdam oldiga, birdam orqaga o'zlarini dushmandan qochirib mang'anligi uchun janubdagi Saqara qo'rg'inni aylanib bir idirliqqa yetib kelganda Sangi Toj deb ataladigan yaltiroq qiyo toshga yo'l qo'shdi. Saidxon otdan tushib, Sangi toshga qarab o'z jamolini ko'rdi. Biliqut xazinasi. Ayollar qaraydigan narsaga erlar qarshi bo'lmaydi degan hukm kallasiga o'rnashib qolgan Saidxon darhol boshqa yoqqa qarab oldi. Ammo uning mashhur Sangi toshni obdan ko'rib olg'isi keldi. Shunga u toshning qaysi yeniga qaramasin o'z jamoli va o'z qiyofatini ko'rdi. Ajab ha deb qiziqib qaraverdi. Yeliqi qari ko'z, bo'ston choch qiz ko'rinib qolgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi ha deb o'ylab, Sangi toshni bir qancha qatim aylandi. Oxiri Mirza Haydar chaqirgandana noiloj yo'lga tushdi. Ular Xo'jand, O'qsi shaharlarini ham orqada qoldirib, Toshkent diyoriga qadam qo'yishdi. Saidxon hamma narsaga, gul-giyohlarga, tog'u-qiyolarga qiziqib ko'z solatdi. Yaga deb ataladigan yeziga yetib kelishganda oldiga chiqqan bir bo'lik kishilar bilan uchrashdi. Saidxon o'rta bo'yliq, peshonasi kang, g'olliq kelgan bir yigitning dastlab otdan sakrab tushganligini ko'rdi. Uning uchisida jang kiyim bo'lmasdan tash va yaqinlarga ta'tillardan parvoz tutilgan shoyitun, beshidan oltin qubbilik toj bor edi. Belidagi olmos ko'z qo'yilgan kamarga kumush g'ilofliq xanjar esiqliq edi. Ishki uchi qirqilgan buruti uningga so'lab beg'ishlagan edi. Podshohmidu yoki shahzoda deb o'yladi Saidxon qiziqish bilan sapsilib. Kichikxon otamning qutlug' qadim muborak bo'lg'ay. U yigit ot ustida xiyolchan o'tirgan Sulton Ahmadxonga egilib salom berdi. Xon beshini sal egib qo'yib so'radi. Kim bo'lasan yigit? Marhum Sultan Ömer Shayx Mirzning cho'ng o'g'li Zahiriddin Muhammad Bobur bo'laman. Mo'g'ulistonga berib xizmatlarda bo'lish orzuim bor edi. O'zdir kelib qoldilar. Sultan Ahmadxon o'ng'aysizlangandek bo'lib otdan darhol tushdi. Podshoh Bobur Mirza ekanlig'i bolam, tunimabdiman. Bobur Shah Mo'g'ul xalqining an'anaviy odati bo'yicha xon oldida yukinib 9 qatim ta'zim qilishi, hech bo'lmaganda 3 qatim ta'zim qilish kerak edi. Ammo yer to'pa yukinib o'ltirishga afsiz bo'lg'achqa yukinmadi. Sulton Ahmadxon buni ig'ir olmadi. Bobur Mirza bilan chiqqan Said Muhammad Mirza xon oldida yukinib ta'zim qildi. U Mirza Babakirdan yuz o'rib, xonning xizmatiga kelganiga 1 yil bo'lgan edi. Assalomu alaykum og'a. Saidxon Bobur Mirzaga salom berib, yerning to'pliqqa qaramay yukinib, ta'zim qilishga boshladi. Bobur Mirza uni qo'ltiqidan yulab turg'izdi. "Inim, turing, siz bilan bir didorlashni orzu qilatdim. Sizni ko'rib shijoatingizga qoyil bo'ldim." Boshdan oyoqqa jang kiyimi kiygan Saidxon Bobur Mirzaga pishqon chavandozlardek ko'rinib ketdi. Bir nari aksini qilich umudullar bilan qurollangan holda ko'z oldiga keltirib o'ginib qolgan Saidxonga u podshohdan ko'ra mirzalardek tuyuldi. Javoban tizlanib o'ltirib salom bermagani ko'ngli kelgandek qilib, to'pi bo'lib ketgan tizini qiqib, o'rnidan ittik turdi. Sulton Ahmadxon bilan birga kelgan askarlar 22 mingga yaqin odam edi.
Padişah Babur Mirza odamlarini ular uchun qo'nalg'a raslashga buyurib, Sulton Ahmadxonni o'z chidiriga boshladi. Yuzlagan qo'y qala so'ydirib, issiq sho'rpi bilan ko'pchilikning harduqini chiqardi. Atsat deganda Ahmadxon Babur Mirzaga shohona kiyim va o'zining olmos qo'yilgan kamir bilan jarim etini sovg'a qildi. Atdiganlik tamoqdan keyin Babur Mirza cho'risiga kalotum bilan qiyoq chiqargan bo'k, kimxatdan tikilgan izmilik to'nni kiyib, o'ng va so'l tarafiga tumarcha anbardan esilgan kamarni bog'ladi. Amdi Saidxonga u haqiqiy bir navra aksida ko'rinish berdi. Agar o'zidek jang kiyimi kiygan bo'lsa, tasavvurdagi qahramon Babur Mirza bo'lgan bo'lardi. Uningga bo'lgan ixlosini bildirish uchun safarga chiqishdan burun dadasi alohida buyurib yozib bergan ikki zulfiqarning birini Babur Mirzaga taqdim qildi. Shoh og'a, bu qilishni sizga tutdim. Uning bilan Shaybaxonning yovuz qallisini nafsindan ayirg'aysiz. Alloh sizga zafar ato qilsin. deb bu she'rni o'qidi. O'chirgin tez qo'lingdan darmahal kelsa, jahonni ko'ydirar o't ulg'uyib ketsa, magar bir o'q bilan yovni yengar bo'lsam, kerishga bosni uning vaqt berma. Sizning bu she'ringizni nayt yoqtirib qolgan edim, og'a. Qo'limga yoni olsamla bu she'ringiz esimga tushib, sizni ko'rgim kelib ketadi. Oxir ko'rdim. O'z she'rini Saidxonning shuncha kelishtirib o'qigandan zo'qlangan Babur Mirza qilishni ikki qo'llab oldi-da, beliga esib oldi. Enim Saidxon, quruq tashakkur etsam oldigan bo'laman. Yaxshi tilingizning javobini jangda qaytarg'ayman. Jang siz bilan birga bo'laman, og'a, dedi Saidxon uning bilan quchoqlashib turib. Babur Mirza ularni boshlab Toshkentdan 5-6 chaqirim yiroq yerga chiqib kutib turgan Cho'ng xon Sulton Mahmudxonning bargohiga elib keldi. Kichik xon otdan tushib 9 qatim yukinib aksi Sulton Mahmudxonga salom berdi. Cho'ng xon uni o'rnidan turg'izib quchoqladi. Bu akufkularning ko'rishmaginiga 10 yillardan oshgan edi. Qari chash, qari soqol vaqtida ayrilgan bu akufk xolla hozir oq chash, oq soqol bo'lib qolishgan edi. Shohinshaxon otam tugab ketdi, dedi Sulton Mahmudxon ko'z yoshlarini taramlatib oqqizib. Hurmatli peshvo onamiz Eson Davlat begim ham qazo qildi. Allah ularning joyini jannat qilg'ay xonaka. Onamiz Shoh begimning salomatligi qandoqroq? So'radi Ahmadxon Mahmudxonni kimxob tushak ustida o'tirg'izib. Aksi uningga yenidan joy ko'rsatib dedi. Onamiz Shoh begim obdan turayotgan bo'lsa-mu, xonatimizga hozirgacha ishjog'riq tortib yudab qoldi. Saidxonmo 9 qatim yukinib ta'zim qilib, tog'asi bilan ko'rishdi. Sulton Mahmudxon necha 10 nafar qiz o'g'ilni aksiga ta'zim qildirdi. Xalifqam, xeyli balaliq bo'lib ketibsiz. Cho'ng o'g'lingiz Mansurxonni ko'rgan edim. Saidaxon, Imunxo'ja sulton, Xelil sulton, Babaxon sultonlarning tug'ilganlik xabarini eshitgan bo'lsam-mu, bugun ular bilan didor ko'rishdim. Baxursand bo'ldim. Yunusxon avlodi Jamat, son boylik tarafdan ustun turish kerakki, to'van tursa bo'lmaydi. Alloh bizlarga rahmat qilsin. Hadij Sultan begim qatorliq Sulton Ahmadxonning xonish to'qonlari Sulton Mahmudxonga salom berish uchun shahoni chediriga tizilib kirishdi. Qo'y qonlar so'yilib, qirg'ovonlari butun seri ziqqa o'tkazildi. Kechichi degidek didor ko'rishning payzini surishdi. Saidxon cho'nglar bilan o'ltirib, birinchi qatim sharob ichdi. Mas bo'lgan Babur Mirza bilan bir chedirda yotdi. Anjom yo'lida anar sharbati qo'yib bergan qizni kechi tushab chiqdi. Siz shahzoda bo'lsangiz, menmo jannatdan chiqqan hur, siz bilan tang tura olayman degidek. Ismingiz nima deb so'rsa, bu qatim etkimga tilla tashlaganda aytib beraman deb kulgidek. Bir chog'da sangi tosh yuzida u qizning simasi paydo bo'lib kulimsirayotgandek. Atsi ular chashki vaqtida Toshkentga yetib kelishdi. Sulton Mahmudxonning hayvatlik ordasi oldida vazir amir sarbozlar saf tuzishgan edi. Yo'lga poyanda selingan edi.
Ən avval Şahbegim oğlu Ahmetxan 9 qatim yügünüp salam berib bolğacha taqat qılalmay özünü onunğa atdı. Şahbegimge Hadiç Sultan Begim ve başka xaniş kenizekler yügünüp 9 qatim təzim qıldı. Oğlum balam, atam Yunusxan degenice oşudan ketdi. Hadiç Sultan Begim onu yülep quchqig beşini aldı. Saidxon momam ölüp qalarmı deb baq qo'rqib ketdi. Hammam sevishig kelgandan keyinla ko'ngli aramiga tushdi. Haramxona qasriga kirib o'rin olgandan keyin mumsiga elib kelganini olmaliqning shirin olmasi qachilangan chiq sivatni uning oldiga qo'ydi. Moma, bu yurtlarning mevasi yeb baqsala. Çoğun xanğa bermidingmi balam? So'radi Shahbegim qiziqib, pishqan tosh olmadan birini qo'liga elib. Yo'q, buni buzufarimiz bo'lgan o'zir kelib keldim xon moma. Sultan Mahmudxon tog'amga dadam ko'p narslarni elib keldi. Mang'uchi balam, dedi hammasi qutlug' niyaz senin. O'zirga elib keldim xon amma. Saidxon chashir oqirishga boshlagan yo'g'on qora ko'zlik hammasiga olmadan birini elib tutdi. Oğlum, Babur Mirza bilan qayerda uchrashdinglar balam? Yo'g'ida. Onunğa nima elib kelgan edim? Zulfiqar elib kelgan edim. Oğlumning ko'ngildagini tepib elib kelganiga rahmat balam. Rahmat özürge Melik xanım. Oğlumning bu arzimas soğusi özürge ma'zur bo'lgan bo'lsa, Toshkentga kelganimizdan zoda afsuslanmaymiz. Dedi Hadiç Sultan Begim qiron chaqda eridan ayrilib, tul bo'lib qolgan qutlug' Niyaz xonimga ish chaqirdi. Kechgacha urug' tuqqan vazir amirlari ham ularning bola chaqinlari Fatiha o'qishib, ularning kelganligiga xursand bo'lganligini bildirishdi. At saharda Shayx Xovanda To'ra qabristonligiga berib, Yunus xonning qabrisini ziyorat qilishdi. Yap-yeshil gul-giyohlar bilan qoplangan qabristonlikdan yenib, Yunus xon hayot chig'ida bino qilg'izib, o'zi turgan o'rniga berishdi. Sultan Mahmudxon dadasi Yunus xonning esil axloq fazilatlarini bayon qilib mundaq dedi. O Xorazm, Xorasan, Mavara-un-Nahir Moğolistanning xon sultonlari ichida adolatli, olim podshoh edi. Urushda asirga tushganlarni qul qilishga, qul elib, qul setishga yo'l qo'ymaydi. Hamma odam Allohning bandisi, bir-biriga zulm qilmaslik kerak deydi. Mirza Abobakrning Oqsuv xalqini qirg'in qilganligini anglab, polish bo'lib qolganligidan to'limi hasratlandi. Uning ustiga Mavara-un-Nahirdan Shoibonxon bosh ko'tarib chiqdi. Uning zulmi Mirza Abobakrdan eshib ketyapti. Shunga lashkar boshlab Mirza Abobakr ustiga kurash qilish, ilgari Shoibonxonga taqobil turish uchun inim Ahmadxon sizni bu yerga taklif qilishim zo'r bo'lib qoldi. Xonaka, qandoq yorliq tushirsizlar, biz farmon berdor, dedi Ahmadxon qo'llarini ko'ksiga elib. Shayoqni tezroq yo'qtib, Mirza Abobakrning aytib berish uchun men jangga qatnashay xondoda, dedi Saidxon Sultan Mahmudxon oldiga tez cho'kib. Yoraysan bolam, Babur Mirzaga amroh bo'lib jang qilishni o'rgan. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shaybonxonga zarba berish uchun oldi bilan Sultan Ahmad tanbalni to'yuq tushirmay yengi so'rur edi. Chunki u Ömer Shayx Mirzning ushtum qazosidan foydalanib, Tarxonning podshohligini qo'lga kirgizib olibla, Shaybonxon bilan birlashib olgan edi. Shunga 30 ming askarni boshlagan Akuf xonlar Toshkentdan yo'lga chiqib, Kandarlik davoni yo'li bilan mangdi. Ahengaron dalasiga borgandan keyin kichik xon askarlarining oldida Babur Mirza bilan Saidxonni o'z navkar bilan minishga buyurdi. Ularning orqasida Muhammad Said Mirza mangdi. Saidxon buningdan qavat xushal bo'ldi. Bir qo'lida o'qyani tutdi, yana bir qo'lida tizginni silkib, otni tezlatdi.
U ketib etib bug'doy engizliqida don terib yeyotgan budunni ko'rib qoldi va yoni batlab otdi. O'q budunning dumbisiga sanjildi. Buni ko'rgan Bobur Mirzo: "Sizni sachog'il bo'lmaydigan Saidxon", dedi-da batlagan yasidan o'q uzdi. Paylar to'zg'an qarg'avul daraxt ustidan paloqida qilib yerga tushdi. "Siz mo bergankansiz", dedi Saidxon ham etini chaptirib uning oldiga o'tdi. Bobur Mirzoning bu adabsiz balaga achchiq keldi, ammo gap qilmay yasidan ikkinchi o'qni uzdi. "Men Choyboxonning qor yurkiga mana shunday takkuziman", dedi u mag'rurlangan holda. Ammo yoning o'qi etizda don terib yeyotgan kaptarning yeniq sanjilib qoldi. Cho'chigan kaptar qanot qiqib havoga ko'tarildi. "Acaba takkuzalmadim. Bu navbatmi Shoybonxon? Bo'yin bermamdi nima?" dedi Bobur Mirzo uchib ketayotgan kaptarlarga nazar solib. Bir chaqda kaptarning paylari to'zib, sirildab mo'lloq otqanicha yerga tushdi. Uningga Saidxonning o'qi tekkan edi. "Men Mirzo Abobakrning qozon kallasiga ana shundoq takkuziman", dedi u keyniga qayrilib qarab. Bobur Mirzo ixtiyorsiz kulib qo'ydi. Atsı vafat bo'lgandan buyon u Farg'ona ko'z tikkan podshoh sultonlarning taqvidan bir kunnimi xotirjam o'tkazmagan edi. Ona tarafi Chag'atay xonga, ot tarafi Amir Temurga tutishadigan bu shahzoda o'zini Xorasan, Xorazm, Mavara unnahirda birdan-bir qonunliq mirosxo'r podshoh deb belirtdi. Butun O'rta Osiyoda birlikka kelgan kuchli davlat qurishni orzu qilardi. Necha yilning mobaynida tinim topmay hujum qo'zg'ab ming bir taslik Samarqandni olgan Bobur Mirzo taxtda 6 oyni o'ltirolmadi. O'zi og'ir kasal bo'lib yetib qoldi. Talash qilib namratlashib ketgan bu shaharning bayisipoqlari orqa-orqadan qochdi. Toshqinlarni o'z atrofiga to'plagan Ahmad Tanbal Anjonni qurishib oldi. Bu yerda Bobur Mirzoning onasi Qutlug' Niyoz xonim, mo'misi Esan Davlat begim va igich singillari bor edi. Bular uning darhol kelib qutqizib berishini talab qilib maktub avatdi. Kesaldan texsaq yolmagan Bobur Mirzo ko'zi qiymagan holda Samarqanddan ayrildi. U yetib borgacha Anjonni Ahmad Tanbal egilib oldi. Bobur Mirzoning beshiga kun tushgan edi. U ozgina bayisipoqlari bilan aylanib kelib Xo'jandda turib qoldi. Anisi, mo'misi, igich singillarimi uning yeniga kelishdi. Ana boshqa, oti bir inisi Jahongir Mirzo bo'lsa, Ahmad Tanballari tarafida edi. Bobur Mirzo ko'rmaganni ko'rib, dasht cho'llarda qilib, tog'-davonlarda sargardan bo'lib yurib, oxiri Toshkentdagi tog'isi Cho'ngxon Sulton Mahmud xonning yeniga kelgan edi. U shularni o'ylab, oq qoshqinni choptirib ketayotgan Saidxonga yetishib olish uchun tizginni qo'yibdi. Saidxon Shaybonxon askarlari bilan tezroq kuchirishib, jang qilishga oldiraydi. Ular Karmon tavasiga kelganda Alquq xonlar maslahatlashib, Bobur Mirzoni oldiga chaqirdi. "Ey Botir shahzoda, biz sizni o'sh qavatib dushmanning orqa tarafiga o'tkazish qaroriga keldik", dedi Sulton Mahmud xon. "Men tayyor, xonlarning ishonchisidan chiqaman." Bobur Mirzo qo'lni ko'ksiga oldi. "Xonata, Samarqandni erishda Bobur Mirzoga yordamga borgan edim. Bu navbatmi Bobur Mirzo bilan birga borsam?" dedi Shahzoda Sulton Muhammad xon. U yoshligiga qaramay samirib ketgan edi. Sulton Mahmud xonning cho'ng o'g'li bo'lgan bu shahzoda xizmat ko'rsatib, taxt varisligiga faqat o'zi munosib ekanligini bu so'qishda ko'rsatib qo'ymoqchi. Shundaqla Bobur Mirzoning xalq olam oldida texim obro'y qazanib ketishining oldini olmoqchi edi. "Bobur Mirzoning o'zi bor edi", dedi Ahmad xon aksi bilan ko'z so'qishtirib etib. "Siz biz bilan Anjonni erish jang'iga qatnashsiz." "Nancho, men mo Bobur Mirzo og'am bilan bormamdiman?" Saidxon yukinib o'ltirib tog'asi Sulton Mahmud xon bilan billa dadasi Sulton Ahmad xondan javob kutdi. "O'g'lim, sen biz bilan qolasan. Akang Sulton Mahmud xon bilan birga bo'lasan. Mirzo Haydar mo sizlar bilan birga bo'ladi." Sulton Mahmud xon inisining so'zini ma'qullab, "Mana
Bunun bilan Shoyibonxonning peshonasiga yetim, deb yeşil uçluq o'qni Bobur Mirzaga berdi. U o'qni Yasining o'qdiniga soldi. Ondan xo'shishib bir necha bey sardarlar bilan 2000 askarni boshlab yurib ketdi. Saidxon Bobur Mirza toki chang to'zang ichida g'oyib bo'lguncha qarab turdi. Anglayotganinglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. İşgay davamida Oğsi, Xo'jand, Marg'ilan atrofida yurib düşman lashkarlarini uchirtalmagan Sultan Mahmud Xon 3000 odam bilan kelib Anjonni 3 tarafdan qo'rishdi. O'zi va 5 o'g'li Anjon qo'rg'on yenidagi onasi Eson Davlat begimning Qo'sh Tigirman nomli bag'itisiga tushdi. Sultan Ahmad Xonmo Saidxon boshliq o'g'illar bilan tavakkul-lamgiri deb ataladigan bozor qishidagi cho'ng bir baqqa tushdi. Saidxon endi Anjon shahrini erishgan boshlandigan bo'ldi deb o'ylab, Mirza Haydar bilan birga otasidan ijozatni olmasdan o'z qarmog'idagi askarlarni boshlab Anjonning sharq tarafiga o'tib, bu yerga tuyuqsiz besib kirish planini tuzdi. Bular yerim kechida to'ydirmay chedirlardan chiqib, otlarni yetilgan holda ehtiyot bilan mengishdi. Bir kichik yaqindan o'tib turib edi, Toshkent degan ovoz eshitildi. Ajablangan Saidxon Mirza Haydarga qaradi. Oldi tarafimizda odam bor deb qiladi. Bizning belgi so'zimizni da'vat etdi. Javob beramdi. Mirza Haydar ovoz kelgan tarafga diqqat bilan qaradi. Ay yo'rug'i bo'lg'ashqa bir muncha qurolli kishilarning daraxt qattallariga mo'kinib turganligini ko'rdi. Mayli, javob berib boqayli. O'z odamlarimiz bo'lib qolsa, bevod qon to'kishdan saqlanib qolamiz. Sayram, dedi Saidxon etining tizginini tortib turib. U yoqdan 3 otliq chiqib keldi. Saidxon ularga sapsilib qarab, o'ttirdagi navqiran kishini to'nib varqirab aytdi. Bobur Mirza! Saidxon! U Mirza Haydar bilan yugurib berib, pukilib salom qildi. Bobur Mirzaning yerida Muhammad Husayn Ko'ragan bilan Qambar Ali ismli bey bor edi. Bobur Mirzaning beshi ham puti tengliq edi. Saidxon uning yordar bo'lganligini ko'rib cho'chib so'radi. Shoh og'a, yaringiz eg'ir bu. Ahmad Tanbalning qilichi o'y fikr bilan band beshimga bir oz aram beg'ishladi. Bilqut xazina. Uning o'qi putimning hardiqini chiqarib qo'ydi. Bo'lgan ish mushu ini. U Anjon qal'asidan boshqa O'sh, O'rkanch qatorliq Anjonga tava joylarining hammasini qo'lga kirgizganligini aytmadi. Siz bu kechida qayerga ketyapsiz, inim? So'radi u. Anjon qal'asiga. Javob berdi Saidxon jiddiy qiyofatda. Texi go'daksizda, inim. Bu qal'a cho'ng, bosib kirishga bo'lmaydi. Uzun Hasan Makkor, rahimsiz ablah. U Anjonni qattiq mudofaa qilmoqda. Puxta plan. Kuchlik askariy kuch bo'lmasa, bu qal'ani olg'ili bo'lmaydi. Biz tayyorlik qilishimiz kerak. Saidxon turib qolib Mirza Haydarga qaradi. Bobur Mirza to'g'ri aytdi, shahzoda. Biz sabr qilib, kaynimizga yong'inimiz tuzi. Qalbiga erishish uchun. Mirza Haydar so'zlab etib, otsini to'nib qoldi va darrov oldiga berib, ehtirom bilan salom berdi. Dada, sizmi kapsizda? Ha, o'g'lim. Shoybonxonga xizmat qilishni vijdonim ko'tarmadi. Bobur shoh bilan o'r to'pidan keldim. Onamchu, men bilan belli keldi. Qani? Oldirib so'radi Mirza Haydar dadasini quchoqlab turib. Kaynimizda ma'budi kelyapti, o'g'lim. Men oldiga boray. U etiq minib chopqanicha ikki ot qo'shilgan nabiga yondishib to'xtadi. Uxlayotgan bo'lsa, aramini buzmay deb ön chiqmadi. Ammo yostiqqa yo'linib o'tirgan Xobnigar xonim napining yanida bir otliqning paydo bo'lib qolganini to'yib so'radi. Kim ekan bu? Ana, bu men, Pekir o'g'illari. Ah, xudo, balam, qiynasan. Xobnigar xonim yo'tuqni qayirib napidan beshini chiqardi. Mirza Haydar onasining mursiga bosh qo'ydi. Jinim balam, sen bilan ko'rishmaganimga bir yildan eshibdi. Hozirmi Saidxon bilan birga turib-o'tamsan? Shundoq ona, bu qatam ham uningga hamroh bo'lib keldim.
Babur Mirzalarning oldiga kelgandila ular halning dishishdan to'xtadi va uning bilan tinch-amonlik so'rashdi. Saidxon inib, sizlarning planinglardan hollarning xabari bormi? So'radi Babur Mirza hammasi bilan yig'ilishib ko'rishgan shahzodadan taqatsizlanib. Xabari yo'q. Saidxon oldirong'ilik qilganligidan endi xijillik his qilib Babur Mirzani boshlab o'z chidiriga qaytdi. Mirza Haydar Xotnigar xonimni o'z chidiriga tushirdi. Shaybaqning askarlari bilan jang qildingizmi? So'radi Saidxon muzdek anar sharbatini Babur Mirzaga sunib. Bir qancha qaytib, hozir Shaybaqxon Samarqandga jiddiy tayyorlik qilib etibdi. Har qaysi viloyatlardagi hokim baylarga o'z yerini saqlash to'g'risida yorliq tushirib etibdi. O'zi qo'shin tortib Farg'onaga kelgidek Ahmad Tanbal O'qsi qal'asida lashkar to'plab etibdi. Atxonlar bilan ko'rishib, yo Anjomga hujum qilib erish, yo Samarqandga yurish qilish to'g'risida bir qarorga kelishimiz zarur. Xudo nasib qilsa bu qitim Shaybaqxonning kallasi fikr qilmas qilib qo'yman, dedi Saidxon. Qattiq charchab ketgan Babur Mirza yetib uxlab qoldi. Saidxonning to'xuvchilligicha uyqusi kelmadi. Uning kallasiga yo'lda tasodifiy uchrab, anar sharbati quyib bergan qiz kirib olgan edi. Atsa deganda ular so'g'uq go'sht, asal, qaymoq, seriq may qatlamlar bilan g'izolanibla cho'ngxonning yeniga berishdi. Xon bag'dagi ko'l bo'yida g'oz to'pi yeb o'tirardi. U xonishqa o'z hujrasiga kirib ketishni buyurib, Babur Mirzani yeniga o'tirg'izdi. Balam, sizga Xudo rahmat qilsin. O'sh, O'rganch, Xo'jand atrofini enim Ahmadxonga beray. Ular nihoyat yiroqdan bizga yordamga keldi. Samarqandni qo'lga keltirganimizdan keyin u yerga siz podshoh bo'lsiz. Bu tilikimni yerda qo'ymam, dedi. Bu yerlarning hammasi Allohning qanoti. Sizning ixtiyoringizcha bo'lsin. Xona xonamas rozi bo'ldi Babur Mirza. U cho'ngxonning yenidan chiqib kichikxon turgan vaqtga keldi. Uning hamroh bo'lgan Qambar Ali quloqiga pichirlab dedi. Qo'lga keltirgan joylarni qon tortib oldi. Bularga agasangiz ishingiz o'ngdi kelmaydi. Darhol o'sha qaytib ketayli. Ham Ahmad Tanbalga odam avatib uning bilan yarashib olayli. Shunda qilsa qo'lga keltirgan joylarni iningiz bilan bo'lishib, podshohlikni saqlab qola olasiz. Alloh ko'nglimga bunday yomon niyatni solgani yo'q. Darholla mening yaqin tuqqanim. Bularga askar bo'lganim Tanbalga shohlik qilganimdan ortiq. Ikkinchi bunday gaplarni qilg'uchi bo'lma, dedi Babur Mirza Qambar Alini ogohlantirib. Kichikxon ichi titib bo'lgan holda Muhammad Husayn ko'ragan Muhammad Said Mirzalar bilan uni kutib salasullik ayvonda o'tirardi. Babur Mirza yukinib o'tirolmaganlik uchun egilib ta'zim qildi. Ahmadxon o'rnidan turib ta'zim qildi. Alqifga Muhammad Husayn Mirza va Muhammad Said Mirzalar yukinib salom berishdi. O'sh, o'zgan qatorliq joylarni cho'ngxon oldida sizga o'tinib berdim, dedi mag'rur holda Babur Mirza. Uni yerida o'tirg'izgan Ahmadxon rahmat aytishning o'rniga kulimsirab qo'ydi. Anglayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 13-bob. Axshid to'xtami. Qosh qaraygan chaq edi. Bog' ichida ko'l bo'yida turgan Saidxon ikki sardarning darvozadan oldirib kirib kelganligini ko'rdi. Biror xabar elib kelgan bo'lsa kerak. Bu qitim Babur Mirza og'a nega borsa shu yerga men boraman. Otamning tayyorga ega bo'lib qolganligi yaxshi bo'lmadi. Sultan Mahmudxon tag'am undaq qilmisi bo'ladi. U shundoq o'ylab, beylarning orqasidan otisining qarorgohi bo'lgan bog'ning ayvonlik mehmonxonasiga kirdi. Qarasa, boyiqi ikki sardarning biri Amir Oyozi, yana biri Muhammad Said Mirza ekan. Ular shahzodaga salom berdi. Bo'ri teris ustiga o'tirgan Ahmadxon Saidxonga jim tur degan ma'noda ishorat qilib Oyoziga qaradi. Babur Mirza kelgan yerlarni xonaqamdan tortib qilib beribdi. Qabul qilmasam hurmatsizlik qilgan bo'laman.
Qubul qilay desam, tayyorga hayyor bo'lgan Xisro shohdan farqim qolmaydi. Shuning uchun Anjonni hujum bilan erish qaroriga keldim. Bu qal'aning hokimi Uzun Hasan nihoyat oldamchi, Husan ekan. Bu vaqtgacha shaharga hujum qilmanglar, darvozani o'zim ochib beraman, sal ta'xir qilinglar deb bekirib yotdi. Necha oydan beri Farg'onada aylanib yurdik. Bu yerga kelib yotganimizga xeyli kunlar bo'ldi. Qaraganda Shaybaxonning Samarqanddan qo'shin boshlab kelishini kutib atgan o'xshaydi. Ahmad Tanbalmo o'qsida jim yetib oldi. Biz mana mush masala ustida sizga xabar elib keldik oliylar, dedi Oyazi. Muhammad Said Mirzo tantanglash uchun avatgan ayg'oqchilar Samarqand o'qsidan qaytib kelishdi. Oliylar degandek Shaybaxon 30 mingdan ortiq askar bilan Samarqanddan chiqib Farg'onaga kelib etibdi. Ahmad Tanbal ham 10 mingdak chirik bilan o'qsida jangga tayyor bo'lib turibdi. Anjonni elishdan burun Shaybonixonning oldin to'sib, uni yo'qotish lozim. Uni yo'qotmay turib Anjon O'qsi shaharlarini olamiz desak, o'zimiz qo'rshoqqa tushib qolamiz. Buni xonakam bildimi? Bildi. Bobur Mirzimo darhol otlanib Shaybonixonga qarshi jangina qilish qo'shildi. Biz o'zlarini xabardor qilg'il keldik. Oyazi so'zdan to'xtab, oldi qo'yilgan choyga qo'l uzatdi. Lashkarlarning hordiqi obdan chiqdi. Otlanishga buyruq bersaklar darhol yo'lga chiqa oladi. Xonakam qaysi vaqtda yo'lga chiqishni aytdi? So'radi Sulton Ahmadxon. Tong qorong'usida, javob berdi Muhammad Said Mirzo. Bugun kecha tong qorong'usidimi? Saidxonning bu savoli Ahmadxonni teriktirdi. Bugun kecha bo'lmay qachon bo'ladi? Cho'nglar oldida jim o'tirishing kerak o'g'lim. So'rganning nima yomoni bor xonada? dedi Saidxon. Berib olsam yaxshi emasmi? Ona fikrlarim bilan qo'shishib, Bobur Mirzo og'am bilan billa Shayboq ustiga qo'shin tortib berish tayyorlik qilib atmamdiman. Ahmadxonning tutilgan chiroyiga kulgi yugurdi. Barxem, onang bilan yig'lamay qo'shishib olg'in. Tun yerimidan o'tganda yo'lga chiqamiz. Saidxon bu kech uxlamadi. Tun yerim bo'lganda burg'a kanoylar chilinib, 30 mingdan ortiq lashkari ancha uzoq bo'lmagan Anjon qal'asi qarab otlandi. Ahvolni kuzatkili Anjon sepili ustiga chiqqan Uzun Hasan dagi sardorlarga Sulton Mahmudxonning hujumini qaytirib, shaharga kirgizmaslik to'g'risida buyruq tushirdi. Uzun o'tmay xonlarning qo'shini asta-asta shahardan yiroqlashdi. Ularga taqobil turish uchun qilich yalang'ochlab darvoza ustiga kelgan Uzun Hasan nima uchun xonlarning Anjonni erishdan voz kechganligini tushunolmay tengirqab qoldi. Saidxon o'z navkarlari bilan Bobur Mirzoga yondashib ketib o'tadi. Ular bir kun, ikki kunduz yo'l yurib, Axshib degan yerga kelib to'xtadi. Shaybonixonmo 30 mingdan ortiq askar bilan Samarqanddan bu yerga amdigina yetib kelgan edi. Tong qorong'u suzilib, osmonning yuzi oqarishga boshladi. Shaybonixon va Sulton Mahmudxonning qo'shini ichidan tangla azon ovozi anglandi. Har ikki taraf jang qilmaydigandek bir xil sirli qiyofatda bandot namozini o'tadi. Ufq yuzida qizil shalpari paydo bo'ldi. Ko'lga, daryoga, yaproq yuziga shafaq julo tashladi. Sharq tarafdagi osmon bilan yerning tutashgan joyida qon daryosi to'lqinlangandek bir xil holat paydo bo'ldi. Yo'q, o't ketgandek bo'lib, yolqin ko'rindi. Birdan kun balqib chiqdi. Har ikki tarafdagi piyoda, otliq askarlar jangga kirish oldidagi jiddiylik ichida sapras bo'ldi. Ahmadxon o'z amir sardorlari bilan Sulton Mahmudxonning o'ng tarafidan Amir Muhammad Yusiyin Ko'ragan, Said Muhammad Mirzo so'l tarafidan, Bobur Mirzo o'z odamlari bilan ayrim holda o'rin egalladi. Saidxon Shaybonixon bargohining ikki qanotidagi otliq piyoda askarlarning harakatiga ko'z solgan holda Bobur Mirzoga yondashib turardi. U mushtab jangning boshlanishini taqozolik bilan kutib o'tadi. Shaybonixon tarafdan jang dumbiqining ovozi anglandi. Sulton Mahmudxonning qo'l silkishi bilan bu tarafdami jang dumbiqi chilinib, askarlar jiddiy holatga o'tdi. Shaybonixonning bir chavandozi etini choptirgunicha maydonga kirdi. U uzun naysini osmonga etib tutib olib dedi: "O'zini chog'lamay, o'jakisiga shiltin otgan aqli qisqaxon,
Beşing tiningli vaqtida qilchingni bo'ynin qesib, shuhratlik Shoyjahon xonimiz Shoybonxon oliylarining oldiga kelib, gunohingni tila. Bo'lmasa siqqiningni bu qog'jirgan yerga oqqizishga majbur bo'laman. G'azabdan qizargan yuzining go'shtiri tartishib ketgan Sulton Mahmud xon o'ng va so'l tarafidagi amir sardorlarga qaradi. Ahmad xon, Said Muhammad Mirza boshliq 10 sulton va tumandagilar uning oldiga tangli kelib, Shayboni xon maydonga tushirgan chavandozning adbini berib kelish uchun ijozat so'radi. Ularga yondashib kelgan Said xon: "Xonata, menga ruxsat berib, u adlahning joyisini men berib kelay", dedi. Sulton Mahmud xonning oldiga Ahmad xon uningga norozi bo'lgandek o'ngilib qarab qo'ydi. "Jangning daslabida sizlar maydonga tushsanglar qandoq bo'ladi? Sarbozlaringlar ichida uningga taqobil kelgideklar yo'qmi?" so'radi Sulton Mahmud xon. "Bor", deyishdi tumandagilar. "Nimishqa bo'lmasin?" dedi Ahmad xon. Açıqlanğanlıqdan onun qani yüzüge tepib, çek tomirlari köpüp chiqqan edi. "Bor", dedi Said Muhammad Mirzamo. "Albatta bor. Ondaq bolsa sepinglar qaytib, shundaq xizmatdan birini maydonga tushiringlar." Ahmad xonlar ketgandan keyin u Said xonga dedi: "Balam, bundaq aldiraqsanlik qilma. Baturlarning jang maydonidagi mahoratini obdan ko'rib ulardan o'rgan. Sen texi yosh, yakni-yak jangga kiradigan chog'laring texi oldingda. Hozircha sabr qilib, jang maydoniga qarab mahorat egala." Said xon tag'asiga tikilib qarab, gap qilmasdan orqasiga yandi. Ruxsat qilmaganlik uchun noyat ochiq kelib, levini tishlab qoni to'kdi. Bobur Mirzo uning levidan eqib turgan qonni ko'rib dedi: "Enim Said xon, insonning levi ochiq kelganda tishlab qon oqizish uchun yaratilmagan. U do'stlarni shart etadigan, dushmanlarni mat etadigan so'zlarni qilish, yurakni titrtadigan naqshlarni aytish, go'zal dilbarni o'pish, yig'lash, kulish uchun yaratilgan. Uni nobud qilishga bo'lmaydi. Dushmanga sir bermaslik uchun qalbini tishlash durust bo'ladi." Bobur Mirzo so'zdan to'xtab jiddiy tus oldi. "Bu gapimni tushungan bo'lsangiz, bilib qo'yingki, jang amdil boshlandi. Yolg'iz maydonga tushgan palvonlar mayli yengilsin yoki yangsin, o'z hayoti badriga jangni qizishuruni o'ynaydi. Yengish amir lashkari bo'lgan kishining jangni pilonlik, qaysarlik bilan elib berishiga, askarlarning yengishga shart bog'lab, botirlik bilan elishiga bog'liq. Ko'zingizni ochib qarang. Shayborxon askarlari qandoq ratlik sap tuzgan-a? Hammasi bizga etilaman deb turganda ko'rinadi. Bizningcha to'q alamlarimiz shuncha ko'p, tuzilgan saplar rus emas. Askarlarimiz harg'in bo'sham. Amir lashkar bo'lsa qaramliq bilan bo'lchiga jang qilib kelgan kishi. U boshqalarning gapiga kirmaydi. Askarlari bo'lsa qichiq tayyor turgandek bir ko'zi orqada. Men belli kelmasam bo'pti ekan, Said Xonska. Sulton Mahmud xon tog'imiz meni amir lashkar qilib tayinlagan bo'lsa, bu askarlarning yerimini o'ldirib qaytirib yetib qolgan yerimini jangovar sap qilib tuzib, Shaybonxonni butunlay tarmoq qilgan bo'lardim. Afsuski, hozir texi ma'unda baxtnis bo'lmaydigandek turadi, lekin oqibat bir kun yiqilmas bir to'g'ni tishlayman." Bobur Mirzo qo'lni bir silkib so'zdan to'xtadi. "Og'a, siz yuksak jasoratingiz bilan ko'nglimni mayil qilib oldingiz. Ilar bo'lsa-mu, cho'nxonga planingizni bildirib boqmamsiz. Mag'lub bo'lgandan ko'ra, g'alaba qilish yo'lini tepvoz ajab emas", dedi Said xon taqatsizlanib. "Planimni cho'ng kichik xon tog'amlar biladi, lekin men yo'l qo'ymaydi. O'zlarim qilishmaydi. Ochiq saboqqa ega bo'ladigan bo'ldi. Enim, jang maydoniga qarang. Biz tarafdan tog'imiz cho'ngxonning polvon sardorlaridan biri bo'lgan Hasanbek Barlas maydonga kirdi." Bobur Mirzo qo'li bilan maydonni ko'rsatdi. Hasanbek Barlas bir umutni bosh ustida aylantirguncha maydonga kirib, Shaybonxonning polvoniga: "Ey Tuzko, zolim Shaybaqning pasandi g'olchisi, nima deb oljivatsan?" deb tovladi, umutni o'rdi. Shaybonxonning polvoni etini darrov chatga bo'rdi. Umutning putaqliq cho'yin beshi aylanib kelib, Hasanbek Barlas o'zi mingan otning oldi putiga tegdi. At shu hamon oldingi ishki tizini pukib dumyi qoldi. Hasanbek Barlas 2 metr yiroqlikka uchib tushdi. Qo'pqicha Shaybonxonning polvoni uning gajgisiga nayza tiqdi. "Barakalloh, Sulton Mahmud xonning bir qanotini sundirdi, ikkinchi qanotini sundi.
O abadi uçalmay qalsın. Bu dünyadan arman dikəsi. Aferin sana batırıp. Onun beşkisi tilla çeçinla. Dedi at üstüde oturgan Şaybanihan hayacanlanıp. Qirqin burut, qara saqal, yılan ko'z bu odamning yuzi yumaloq bo'lib, quloqlari injiga tutashgan edi. Kelishgan qomati oltin yaltilgan dubulga kumush savut bilan bahaybat ko'rinadi. Bu odam mayli Amir Temur, mayli Chag'atoy avlodi bo'lsin, hammasini o'ch ko'radi. Xorazm Mavara un-Nahirdagi o'z homiyligidagi cho'ng davlatni barpo qilish uning nishoni edi. Sultan Mahmud Xonni yo'qotsamni orzuimga yetaman deb o'ylaydi. To'liq ismi Muhammad Shaybah Xon edi. Kishilar uni Shaybonixon deb atab odatlanib qolgan edi. Mirzo Babakardek rahimsiz edi, ammo doim kulimsirab turardi. Sultan Shaybonixonning xazinadori bir idishqa 10 tillani silib, otliq bir chavandozga berdi. U maydonga kirgicha qilich o'yintib terisiga sig'may qolgan palvon ustiga tilla chashdi. Uning temir savut yeb turgan mo'rinlardan jiringlab to'pi yerga tushgan tilla paraldab har ikki tarafdagi askarlarni jalb qildi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Savut Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidixon nomli romanini bugun mush yerga anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz.